Zahiriddin Muhammad Boburlar hayoti va ijodiga bag'ishlangan tadbirimizni nishonladik. Yana shu fursatdan foydalanib, shu tadbirimizni davomiy sifatida sizlarga ayrim ma'lumotlarni berib o'tmoqchiman. Mana o'quvchilar, Alisher Navoiy bobomizning rasmlari. Biz bilamizki, hozir ham bir qancha ma'lumotga ega bo'ldik. Alisher Navoiy 1441-yilda Hirot shahrida tavallud topgan, o'zbek tilining asoschisi deb e'tirof etilgan, birinchi bo'lib o'zbek tilida xamsa asarini yozgan ulug' mutafakkirlardan hisoblanadi. Zahiriddin Muhammad Bobur 1483-yilda Andijonda tug'ilgan shoh va shoir, bir qancha asarlari bizgacha yetib kelgan. Biz bu ulug' bobolarimizni hurmat qilib, e'zozlab, doimo ularga mehr muhabbatda bo'lib qolamiz. Qani, kim ulug' bobolarimiz ijodidan namunalar o'qib beradi? Qani qizim? Hajring sipohi zeru zabar qildi meni, g'am kishvari darbadar qildi meni, andinki batar emas batar qildi meni, jon olg'uchi nedeki nelar qildi meni. Yana. Har kimki vafo qilsa, vafo topqilsin, har kimki vafo qilsa, vafo Qani? Koshi yosin mudin, ko'zi qarosin mudin, ko'nglima har birining dardu balosin mudin, ko'zi qahrin mudin, kiprigi zahrin mudin, mulkidurat aro ruh sari safosin mudin, ishqi dardin mudin, hajrina bardin mudin, bu qatiqlardan aro ruh sari safosin mudin, charxi ranjin mudin, daxil ishkanjin mudin, jonima har birining jabru jafosin mudin. Ey Navoiy dema, koshi ko'zining vasfini et, koshi yosin mudin, ko'zi qarosin mudin. Rahmat. Yana qaysi o'quvchilarimiz? Kim istasa saltanat, sahodir anglashar, harvadaki aylasa, vafodir anglashar, kim fakir talab qilsa, fanodir anglashar, olixani kim kelsa, rizodir anglashar.